Tasavvur qiling, dunyodagi eng mukammal oynani sizga omonat qilib berishdi. U shunchalik sezgirki, borliqning har bir zarrasini qalbingizga muhrlaydi. Ammo bu oyna ifloslanganini sezmay qolish naqadar achinarli. Biz har kuni ko'rayotgan bu olam Alloh taoloning bizga bergan buyuk imtihoni. Bu kichik va nozik a'zolarimiz nafaqat yorug'likni, balki atrofimizdagi ibratlarni ham ko'rish uchun yaratilgan. Lekin biz bu omonatni qanday ishlatyapmiz? Ba'zan nazarlarimizni haromga tikib, shu nurli oynalarimizni o'z qo'limiz bilan xiralashtiramiz. Vaholanki dunyoni ko'rish ne'matidan mahrum bo'lgan millionlagan insonlar bor. Ular Alloh taoloni ko'zlari bilan emas, qalblari bilan taniydilar. Biz esa ko'ra turib, o'zimizni ko'r qilamiz. O'tib ketuvchi go'zalliklar ortidan quvib, haqning rizosi bo'lgan haqiqatlarni payqamay qolamiz. Unutmang, bu a'zolar sizning foydangizga yoki zararingizga guvohlik beruvchi shohiddir. Ular bilan faqat o'zi rozi bo'ladigan narsalarga qaraylik, toki qalblarimiz haromning zulmatidan emas, balki iymonning nuridan to'lsin. Bugun shu ko'zlaringiz bilan ko'rgan eng ibratli narsangizni izohlarda yozib qoldiring.